Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz Abdumed Xo'ja Abdullah Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qib, Inik ananing zargarning surishtisini qilgan yeriga kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Inik ana darhol orqa rastidagi xon bozoriga oldirdi. U kishilarning ko'rsatmasiga asosan qizil sirlangan cho'ng bir darvozaliq uyning eshigini qaqdi. Öy içidən bir xizmətçi çıxıb İnik anadan nima işi barlığını so'radi. İnik ana İsmail Satang bilan ko'rishadigan muhim işi barlığını aytdi. Xizmətçi öyga kirib ketib, hayal o'tmay İnik anani cho'ng hovlining kaynidagi qator silingan uylarning eng oxirisidagi bir uyga boshlab akirdi. Bu uy mehmonlarning aram oladigan uyi bo'lsa kerak. Qat silingan zilcha gilamlar ustida tovar durdurlardan etilgan ko'rpalar, kashlangan yostiqlar shundaq ratlik sinliqliq turatdi. İnik ana bu uyning zinnat nishiga qarab İsmail Satangning bo'sh odam emasligini bilib, ko'nglidagi planini pishqildi. Shu chaqda sirtdan 40 yoshlar chamasidagi semiz bir er kishi ovozini qo'yitib kulgunicha uyga kirib keldi. İnik ana uning belini to'lg'ab mang'iniga qarab, uning İsmail Satang ekanligini pamladi. "Voy-yey, o'zlarini saqiltib qo'yibdimi-na? Meni nima ish bilan izlagan bo'lg'aytdilar?" dedi İsmail Satang İnik ananing pozor kelishgan turqiga qarab kulgunicha. "O'zlarini izlab kelishimda azroq hojitim chiqib qolgan edi. Bilmadim, yordam qo'llarini sunalimikin?" İnik ana shunda degach nazari ustunlik bilan yanchug'idan 5 tal oltin tillani chiqarib İsmail Satangning oldiga qo'yib qo'ydi. Buni ko'rgan İsmail Satang qiliq topolmay hijoyg'inicha İnik ananing oldida yukinib o'ltirib, "Voy-yey, bunda qilish ketamti hada. Nima gap bo'lsa menga deversilar? Qo'limdan kelishicha kuchayman. Qani nima gapdi?" dedi İsmail Satang ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib qizlardek nozlanib. "Undaqda gapni uchuqladay fukam. Astana shahrida bejiradigan azroq yer ishimiz bor edi. Аңсақ yer ishlariga mas'ul Rus amaldori Astandan mushu yurtqa qarab mingibdi. Qarasak payti kelgandek turdi. Shunga kechalab yo'l yurib bu yerga yetib keldik. Аңсақ u haromzodning pul boyliqqa xo'sh yo'q ekan, lekin go'zal nozinlarni ko'rsa sho'lga eqib turolmaymish. Sizni izlab kelishdagi maqsadim fukam, bizga noz xulqiliq haqiqiy soyib jamoldan birini tepib bergan bo'lsangiz, eng yaxshisi yaqin yurtli qiz bo'lgan bo'lsa, yapqan tovoq, yapqan peti qolsa bo'ladi. Bizning begim er kishi bo'lg'achqa afsiz his qilib meni bu yerga evatdi. Ish muvaffaqiyatli bo'lsa, pulning ko'zi sizga qarab turmaydi fukam." İnik ana bu gaplarni qilib bo'lib, savol nazari bilan uningga qaradi. İsmail Satang bu gapni anglab og'zini tutib kulib ketdi. "Voy jinim, aram mushishmidi hada? Xotirjam bo'lsizlar. Yiroq shahardagi do'stim Nuri Naynaq bilan deyishib qo'ygan. Uyg'unlikka uning yinida turgan bir raqqas qiz bu yerga kelmoqchi edi. Anglasam kasopatning ichgan suyi bo'ynidan ko'rinib turarmish. Heli nayrangda shaytami uningga qo'l bog'lab turg'idek. Shuni udilmaymi?" "Yaxshi aytdingiz ukam. Shunda bo'lsin. Uni ilib ketishga uyg'unlikka qanday vaqt kelay?" "Sorunni bu yerda tuzmamdik hada. Navoda sirtda birer ko'ngilsizlik bo'lib qolsa, Nuri Naynaqdan qutulmoq tasdi. Voy jinim, endi qandaqmi qilamiz?" İsmail Satang chimchiloq barmog'ini tishlab, oldidagi oltin tillaga qarashga boshladi. Uning ko'nglini tushangan İnik ana yanchuqidan yana 2 tal tillani chiqarib, oldidagi tillalarning ustiga sharaqshitib qo'shib qo'yg'ash. "Mehmon bek nozukti ukam. Uni bu yerga boshlab akilish qolaysiz. Shunga uni menga bir kecha kunduzlik berib tursangiz, ish bitganda hardug'ingizni boshqacha chiqaraman ukam", dedi İnik ana ma'nilik qilib uningga qarab. "Voy chataq yo'q hada. Uyg'unlikka tushda bir kiling-a? Uning hudisini o'zim bir nim deb chiqaman. U cho'shqa har qancha bo'lsa-mu, uni o'ldirib qo'ymas. Hi. İsmail Satang İnik ananing biqinini chimdidi. Ular shunda qilib uyg'unlikka tushda ko'rishdiganga putishib xo'shlashdi. İnik ana yo'lda kelguncha Yovuzbekni xiyol qilib, uning izlarigini elish uchun qilgan ishlarining bekor bo'lib ketmasligini Allohdan tiladi.
Onun İsmail Setang bilen deyişken günmü yetip geldi. Düşke yakın inik ana balını süt anısının hinda kop koyup, kiyim salgan bohçisini kötergenince restiga çıktı. Andın hali bir cayını tepip üstü beşini almaştırgandan keyin İsmail Setang'ın qışıga aldırap mаңdı. İsmail Setangmı özüge aldığını kılgan bu baylıqtın hoşal bulup, inik ananın yoluga intizar bulup turatdı. İşik qıqılıp inik ana kirip keldi. İsmail Setang aval qadakla kassını silkip inik ananın aldığa berip egilip salam qıldı. Vayyay, emdi keldilim o? Yolları qarab turğulu ne bak? Mangsıla o kızın silige bir körsteyçu? İsmail Setang şundaq deginice, inik ananın qolunu yetlep mehmanxanaga ekirdi. Degендek mehmanxonada ay desa ay emas, kun desa kun emas bir qiz naz bilan o'ltiratdi. U qiz inik anani ko'rib o'rnidan turib egilib salom qildi. Inik ana raqqas qizni ko'rib İsmail Setangdan rozi bo'lib miyig'ida kulib qo'ydi. Ular u uydan chiqib bozorning sirtidagi pinhon bir joyga berib, shu yerdagi shildirlab eqiyotgan suning bo'yida paranglashdi. Gapni aytmay sizga udulla daviray. Bir ishda sizning yordamingizga muhtoj bo'lib qoldim. Bo'lsa menga bir yordam qilsangiz bo'ptikan qizim. Inik ana shundaq degashindan 10 necha dona oltin tillarni chiqarib, 8 talni qizning quliga tutqizib qo'ydi. Qizchaq ömrida bunchalik jiq oltin tillarni tutib boqmagan edi. U bu tillarni qulida siqimdab turib, inchga ovozini titirtib so'rdi. Nimishdi ana u shuncha sirliq? Sırlıqmı emas qızım. Bir hesapda buğu odatdagi bir ish edi. Men Ostondagi Hoshimbay deganning cho'ng xotini bo'laman balam. Uyimizda ish qilgan bir yigit bor edi. Uni kichigidan boshlab biz balachilab beqib olgan. Ko'nilar odam bolasini boqsang og'zi burning qon bo'lur deb to'g'ri aytibdikan. Uning qo'li qiyiq chiqib qoldi deslar. Bay akangiz birisining omonatini menga saqlab qo'yg'in deb berivdi. Men odatdagi oltin kumush o'xshaydi deb mundaqla tiqib qo'yibdiman. Aslida uning ichidagisi butunlay qimmat baholiq unchi marvoyit ekan emasmi? Kim bilsin, uyimizdagi hiliq yigit buni ko'rib qilib o'g'irlab ketibdi. Hozirga kelganda boy akangiz yoki omonatni topsan, yoki bo'lmasa u o'g'rini topsan, bo'lmasa so'zing shu deb taloq qilg'ilyotdi. U o'g'ri ta hozirgacha tepilmadi. Boptu sözümni alay desem şuncha yil tutqan uyim, yiqqan oltin kumushlarim, ashu to'qil xotinlarga shu peti qolg'udak. Ayol kishiga ojiz ekan balam. Bu gaplarni İsmail Setangga deyishga bo'lmaydi. Shunga men bir yordam qilsangiz bo'ladi. Inik ana Yavuzbekni xiyol qilib ko'ziga liq yosh oldi. Raqqas qiz bularni anglab yuragi bir oz joyiga tushgandek bo'lib, Inik anadan so'radi. "Isla ana, men sizga qanday yordam qilaman?" Bu asan balam. Ansaq uyimizdeki o'g'ri mushu bozordagi biz bir zargar bilan bordi kardi qilamish. Zargar qattiq qahvash nemikan, is busini chiqarmadi. Bekching tutayli desak, rostlar kutgan yerdan chiqmaydi. Shunga biz oldi bilan Inik ana qilgan gapni qizning quliqiga pishirlab so'zlashga boshildi. Qizchaq hamma gapni anglab bo'lib qaqaqlab kulib ketdi. Xotirjam bo'lsizlar ana, yilg'u zargar gacha emaskan. Navoda u gacha bo'lgan taqdirda ushshaq tilini chiqarib naqsh to'lg'azitiman uningga. Əmsə qızım, işlər deyişkinimizdək bolsun. Ət degan xoş xəbəringizni kutaman. Bu ishni yaxshi o'rindasangiz qolgan bu tangilarni sizga mukofot qilib beribman qizim. Ular ət deganda mush joyda ko'rishdiganga deyishib, heliqi zargarning do'koni bor joyga qarab minishdi. Asrga yaqin zargar do'konda o'ltirib, zo'q bilan hunar qilyotdi. Tuyuqsiz eshikdan bir qiz kirib, zil ovoz bilan pas yutilib qo'yib, tizib qo'yilgan zinnat buyumlariga qarashga boshladi. Zargar bu yiqimliq ovozini beshini ko'tarib qizni ko'rdi. Zargar umrida bunchalik kelishgan chiroyli qizni ko'rib boqmagan edi. Uning qo'li ishdan to'xtab yuragining salg'inini o'zining quliqiga ag'inlashga boshladi. Uning mushu tapda lavlari qurib, og'izda nam didori qolmay yotadi. O'zlariga nim lozim ediki, dedi zargar u qizning xuma ko'zlariga qarab aqldan ozg'andek bo'lib. Menga lozim narsalar bu yerda yo'qdek qiladi ustam, dedi qiz xijil bo'lgan qiyofatda nozlanib kulib zargarga tikilib qarab. Zargar darhol shogirdini choy damlab akirishga buyurib, qizchaqni o'ltirishga taklif qildi. O'zlariga bu yerdan yorug'dak bir narsa chiqib qolar singlim, dedi zargar oron taslikda gapini tepib.
Çaqchaq qildim zargar ustam, dedi qizchaq qash ko'zlarini o'yintib. Anam qaysi kuni ishga jup zira buyurtib qo'ygan chig'i, shu yigitning qishiga berib, o'qib kel, qachonlarda bitadikin deydi. Ha, sizli hiliqi ostondagi hojig'imning yolg'iz qizimi? Dedi zargar texmu qizg'in bo'lib. Hozir yasavatiman, sizga yorug'ida qilib yasmasam tashlab qo'yala hili. Qizchaq ovozini qo'yitib, qaqaqlab kulgunicha zargarga chaqchaq qildi. O'zlarida qalmashqan yigit yasigan yerda ko'zimizdan o't chiqudek. Yasaytala uni. Zargar qizning qash ko'zini o'yintib gap qilishlari qarab, uning eridan ayrilganiga rostila uzoq bo'lganligini pamladi. Bo'libmi, qalmashqan yigit degan so'z uning quliqidan kirib, yuragini ko'ydirib kul qilavatdi. Yasimamdigan. O't chiqarib o'timiz deslar, dedi zargar sholvurini iqitib. Angacha shagird bola choyni ko'tarib kirib, o'zining kichikligiga baxmay qizga hamqib qarab kulib turadi. Zargar choy chaynigini qo'liga ilib shagirdiga olib qo'yib qizni gapga soldi. Bugun sizning keldiganliklarini bilmabdiman. Muborak qadamlari do'konimga yetib qopti. Uyimga kirib birdam o'ltirib mangsila. Quruq choy bo'lsimi tutay singlim, dedi zargar og'izdan nima gap chiqqanligini bilolmay gangarab. Bo'pti. Buguncha quruq choylarni bo'lsimi ichib turay. Hammani qilgan shu anam deslar. Qiz kulgunicha o'rnidan turib zargarning yo'l boshlashini kutib turdi. Zargar ko'z oldidagi ishlarga ishonmagandek, qalpukini tishlab biqib, o'zining tush ko'rmayotganligini bilib, darhol yo'l boshlab oldida mangdi. Qizchaq inik ananing o'rgatganlari bo'yicha bir muncha hikoyalarni to'qib, zargarni gapga soldi. Zargar kayibchilikda qizchaqning bu muomalasidan hamma gapni uningga deb, uning yuragiga to'kmoqchi bo'ldi. U ablah mening yinimga pat-pat uni buni akilib turadi. Bir kuni u sizdiga hiliqi to'yliq milingizni menga akapti. Shuning bilan men u yeshil go'harni ostondagi Shokirxon hoji deganga opirib berdim. Shokirxon buni ostonda turishliq harbiy amaldorga sovg'a qildi. Keyin Shokirxon u harbiy amaldorning buyrug'i bo'yicha eringizni, yo'q, u o'g'rini tutib elib ketdi. Ha, shundaq bo'ldimi? Buni anglab yuragim bir oz joyiga tushdi. U ablahning turmida qabrsiga xudo tikilgan ilohim. Lekin u qora yuz yana turmadan chiqib qolarmikin deb ansirayman. Xotirjam bo'ling, men ishining. Men o'lishgun Rus askarlarining buyurtmasiga asosan ularning ayoliga zinnat buyum olib bergan edim. Men alaydan u o'g'irni surishti qilib baxtdim. Chunki u meni o'ziga chetib olamdikin degan qo'rqinchim bor edi. Yiliqi quliq uzun Rus askarining deyishicha, u o'g'ri turmida yiliq harbiy amaldorni bo'g'ib o'ltirib qo'yibdi. Shuning bilanla boshqalar uni naq maydonda etib tashlabdimish. Bu gap rostgan, xinim. Allohning nomi bilan qasam qilay. Qizchaq bu gaplarning rostligiga ishongandek bo'ldi. Әтісі әттегенде qizchaq zargar bilan xo'shishib, udil hammomga berib yuyunib tarangandan keyin hiliqi kona joyda inik ana bilan ko'rishib bo'lgan ahvollarning hammasini uningga yepidan yengilsig'icha bayon qildi. Inik ana va'dasi bo'yicha raqqas qizni obda rozi qildi. Raqqas bilan xo'shlashgandan keyin inik ana bu gaplarning rostligiga bir oz chin pitdi. Eriq levida tizini quchoqlab o'ltirib, uzundan uzun yosh to'kib, Yavuz bekka ichi og'rib yig'ladi. Andin bu ishlarni qandaqli bo'lmasin qog'ozga tafsili bitib, Shahzoda Podshohxonning hisob elishiga qoldirmoqchi bo'ldi. 8-bob Mudihish kunlar. Vaqt sudek o'tib ko'zini yumib ochqicha, Podshohxon 7 yoshning qarisini oldi. Inik ana Turkman xonadonligining an'anasidagi shahzodalarni tarbiyalash tuzumiga asosan, Podshohxonga 7 yoshga kirguncha bir qancha chet el tilini o'rgatish kerak edi. Shuning uchun inik ana bola podshoh Podshohxonga rus tili, arab tili va faris tillaridan dastlabki qadamda asos turg'izmoqchi bo'ldi. Inik ana faris tili bilan arab tiliga puxta edi. Shunga u bu ikki tilni o'zi berib, oldingi bir til rus tiliga oila o'qituvchisi taklif qildi. Inik ana kamil musulmon bo'lsa-mu, arab tiliga qaraganda rus tilini muhim deb biladi. Uning nazarida yomonlik va shumlik do'stdan emas, dushmandan keladi. Shuning uchun dushmanning tilini puxta bilib, mustamlikachi dushman millatni o'z vatanidan uzil-kesil qo'g'lab chiqarish kerak deydigan ideya bor edi.
Malika Kunchechekning hayot vaqtida inik anaga aytgan arzusimu balani 7 yoshigacha cho'qim Yevropaliklarning tilidan mukammal savod chiqarg'izish edi. Shundaqla bu Türkmen xonadonligining shahzoda malikalarni tarbiyalashdagi an'anaviy qoida tuzimiga qitilgan yangi bir moddasi hisoblanadi. Shundaq qilib, Podshohxon 5 yoshigacha hiliqi bozorda cho'ng bo'lib, 6 yoshga qadam qo'ygan yili bozordan ingliz tili o'qituvchisi topilmaslik sababli bu yerdan ayrilishga majbur bo'ldi. Inik ana bu bozordagi yaqin yo'ri xulum qo'shnilar bilan xo'shishib razlashgandan keyin Ostonaga qarab yo'lga chiqdi. Necha kunlik jafo mushaqqatlik mashina safaridan keyin inik ana o'zining tug'ilib cho'ng bo'lgan shahriga yaqinlab keldi. Inik ana bu bir qancha yil ichida bola biqish va bola tarbiyalash ishi bilan bekla judab ketgan bo'lg'achqa, shahardagi urug' tuqqanlarimi uni ko'rsa tunimasligi aniq edi. Bala Podshohxon inik ananing odatdan tashqari badal to'liganiga yarasha haqiqatan bekmu aqlliq bola bo'lgan edi. U kichigidan boshlab tirishchan, irodalik bola bo'ldi. Mal egisini do'rmasa harom degandek, bu bola Yavuzbek bilan Malikaning eng yaxshi javharlarini o'ziga mujassam qilgandek, mayli chiroyda bo'lmasin, mayli qiliq harakatlarda bo'lmasin, ko'rganligi kishining zavqini keltirib, amroqligini keltiradi. Uning inik anasiga shu darajada amroq ediki, u toki 4 yoshigacha inik anasining amchak to'pchisini sho'rab uxlaydi. Inik anamı yashinib qolganda bu bolaga odatdan tashqari amroq bo'lib ketgan edi. Hadisla bolaning g'imini yeb, barg'an sir qeyrib ketyapman. Navoda Allah tuyuqsiz omonatni topshirib, bu dunyodan ketib qolsam, yurak param Podshohxon nelarda bo'ynini qisib qolar deganni o'ylab, uzundan uzunga yig'lab ketadi. Bundaq chaqlarda Podshohxon inik ananing oqargan beshini quchoqlab turib, uning yuziga yuzini yiqib, uning bilan tang yig'lab, inik ananing yuragini texmi ezitadi. Shaharga oz qolganda inik ana bo'xchisini uchinchisiga ortib, bola bilan qora mashinaning kuzovidan tushib qoldi. Chunki shahar ichi hozircha inik anaga nisbatan yanala notunish xatarlik joy hisoblanadi. Bu qitimliq roman o'qishimiz mushargichi bo'lsin. Xayr xo'sh.